Assalomu alaykum. Demak, Ma'rifton O'tarov birinchi variant 13-savolni ko'rishni boshlaymiz. Savolimiz quyidagicha: 188 gramm 10% mis 2 nitrat eritmasi 10% nitrat kislota eritmasi hosil bo'lguncha elektroliz qilindi. Katodda ajralgan gaz hajmini hisoblang deyapti. Demak, avvalo mis nitrat elektroliz qilinganda nimalar hosil bo'lib topamiz? Mis nitrat. Xo'p, mis nitrat plus eritmasi degancha suvni qo'shamiz. Bizda mis plus nitrat kislota plus kislorod ajralib chiqadi. Reaksiyani tenglash uchun bu yerga 2, bu yerga 1 taqsim 2 qo'ysak reaksiyamiz teng. Endi hozir shu holatda mis nitratning elektrolizi tugadi. Lekin bu yerda katodda gaz yo'q. Bu yerda faqat katodda mis bor, u ham qattiq modda. Anodda kislorod bor. Demak, bizda katodda gaz ajralish uchun eritmada suv ham elektroliz bo'lishi kerak. Suv elektroliz bo'ldi degani eritmadagi mis 2 nitrat to'liq tugadi degan. Masala sharti bo'yicha mis 2 nitratning massasi 188 gramm ekan, ya'ni eritmasi massasi. U eritmasi 100% bo'ladigan bo'lsa, menga 10% kerak. 10% qancha qilaman desam, 18,8 gramm ekan. Demak, bu yerda 18,8 gramm kirishgan. Buning massasi 188, molekulyar massasi. Xo'p, bu yerda mis 64, bu 126, nitrat kislota bu 16. Nitrat kislotani topamiz, u 112,6 gramm, mis 6,4 gramm, kislorod 1,6 gramm. Endi qaraymiz. Bizda mis nitrat elektroliz bo'lib nitrat kislotani hosil qilyapti. Nitrat kislota eritmasi hosil bo'lgan, uning ichida 12,6 gramm nitrat kislota bor. U eritmani 10% ni tashkil qilar ekan. Menga umumiy eritma massasi kerak desam, u 100% bo'ladi. 126 gramm bo'lib qolishi kerak ekan eritma. Oxirgi eritma 126 bo'lib qolishi kerak ekan. Demak, endi davom etamiz. O'zi menda 188 gramm eritma bor edi. Undan 6,4 gramm mis hamda 1,6 gramm kislorod kamayapti. Eritma 180 gramm qoldi. Nitrat kislotani hisoblamaganimning sababi u hali ham eritmada. Endi 180 gramm eritma bo'lib qolishi kerak edi suv elektroliz bo'lmasdan oldin. Endi suv elektroliz bo'lgandan keyin eritmaning massasi 180 emas, 126 bo'lib qoldi. Endi qancha suv elektroliz bo'lgan desa, 180 dan ayiraman 126 ni. Bizda bu 54 gramm chiqadi. Bu eritmadagi elektroliz bo'lgan suvning massasi. Bu 54 gramm bo'lsa, bu 18. Bizda bu yerdagi vodorod so'ragan uchun bu 22,4 litr bo'lsa, 67,2 litr hosil bo'ladi. Javobimiz C javob. Endi 14-savolga kelamiz. Natriy gidrofosfitning formulasini ko'rsating. Avvalo, natriy gidrofosfit yozishdan oldin biz fosfit kislotani yozib olamiz. Fosfit kislota H3PO3. Buni ba'zilar 3 negizli kislota deb o'ylaydi. Yo'q, bu 3 negizli kislota emas, bu 2 negizli kislota. Mana uni grafik formulasi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu holatda u joylashgan. Negiz beruvchi, ya'ni metal bilan almashina oluvchi qismi 2 ta. Shuni hisobiga bu 2 negizli kislota deyiladi. Bu vodorod kislorod bilan bog'langanda edi. Buni ham biz negiz beruvchi olamiz. Ba'zilar bu holatda yozishadi. Ya'ni vodorod. Shunday holatda yozishadi. Buni to'g'ri yo'q, bu to'g'ri emas. Bu xato ko'rinish, shuning uchun bu ko'rinishni unutamizda. Biz bu holatda yozamiz. Endi men avvalo natriy fosfitni yozib olishim kerak. Natriy fosfit deyishimiz uchun natriy 2HPO3 bo'lishi kerak. Endi natriy gidrofosfit bo'lsa, bu o'rta tuzligini esdan chiqarmaymiz. Bu o'rta tuz. Xo'p, natriy gidrofosfit deydigan bo'lsak, natriy H2PO3 bo'ladi. Chunki bitta vodorod qolishi kerak, negiz beruvchi, ya'ni bu holatda bo'lishi kerak. Natriy O fosfor, H kislorod, fosfor qo'shib bog' bilan bu holatda bo'lishi kerak. Bir dona natriy almashish kerak. Shunda natriy gidrofosfit bo'ladi. Bu bizda formulada D javob degan.